6 ta joyida 30 stiklo qo'yilgan. Ichida 12 xil svetli nima yonadi. Har xil svet yonib turadi. Ko'pchilik yoqayapti bu model ham. 30 stiklo joyi ko'proq, nisbatan nur ko'p chiqadi. Yorug'lik yaxshi beradi. Mashinalar bilan billa ashuna kombinatsiya qilib beryapmiz. O'shanda mana bu bilan mana bir-biriga mos tushib, yana ham go'zal narsa bo'lyapti. Mana bu tarafda o'sha 30 stiklo deganimiz shunaqangi har xil rangda yonadi. Assalomu alaykum, O'rmon kompaniyasining YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan yangi chiqqan lyustralarimizni obzorini qilamiz. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsalaring, shu lyustralarimizni to'liq ma'lumot olasizlar. Narxlari bo'yicha keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa Akbar akam bilan obzorlarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Qadrli O'rmon kompaniyasining muxlislari va ustalar, uy egalari. Qaysidan boshlaymiz Akbar aka? Bu mana shu lyustramizni boshlaymiz, demak. Mana shu hozir yangi chiqqan modellarimiz uchalasi. Xo'p, bu lyustramizda ko'proq qayerlarga tavsiya qilinadi? O'zi umumiy menimcha bitta ma'lumot berib olsak bo'ladi mana shu lyustralarmizga. Qayerlarga tavsiya qilishdi? Bularni ko'proq ayvonlarga, darvozaxona, to'yxona, masjidlarga, shunaqa joylarga tavsiya qilyapti. Ya'ni bular razmeri kattaligi uchun shunaqangi ob'yem kattaroq joylarga qilinadi. Mana shu uchala razmerda bu 180 ligi bo'lsa, 1,5 metrligi bor, 120 ligi bo'ladi, 90 ligi bo'ladi. Demak, o'zlaringga to'g'ri kelgan razmerda aytsalaring, chiqarib beriladi. Demak, boshlayveramiz mana shu lyustramizdan. Buni atrofiga 18 li dioddan, plafonlardan qo'yilgan. Plafonlardan 6 ta qo'yib, o'rtasiga 36 li qo'yilgan. Keyin mana 6 ta joyida 30 stiklo qo'yilgan, ichida 12 xil svetli nima yonadi. Har xil svet yonib turadi. Pulti bo'ladi, bularni hammasini. Shu pultida xohlagan svetiga qo'yib, xolasa migat qiladigan qilib foydalansa bo'ladi hammasi. Zo'r. Plafonlarning atrofi shunaqangi foton gullar bilan bezatilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu fotonlar ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Ya'ni bu lyustrani ketadigan hamma narsa o'zimizda bor deyarli hammasi. Misol uchun bu plafonlar tashqaridan olinadi, lekin MDFlar, bunaqangi MDFni gulni o'yish ham o'zimizda. Xo'p, bu lyustramiz nomi nima edi? Bu lyustramiz nomi Mercury. Mercury. Zo'r. O'sha bu 180, 1,5, 120, 90 razmerlarda chiqadi. To'g'ri. Ketdi. Keyingisi, demak, narxlarni oxirida aytamiz, sal qiziqroq bo'lsa. Buni ham razmer 180, bu nomi Koinot. Koinot. Buni ham boshda chiqqandan ko'ra ozgicha o'zgartirishlar kiritdik. Shu mijozlarimiz talabiga nima qilib, o'rtada 36 lik bo'lgan edi, buni olib tashlab, bo'la 10 lik bo'lgan edi. 18 qilib 8 ta qo'ydik atrofiga. Aylanasini ko'paytiradi. Yana ham hashamatli ko'rinadigan bo'lib, mana o'rtalari yonmas edi. Mana shu mo bilan mana 8 ta joyi pultli qilib, 30 kilo 12 xil rangda yonadigan qilib buni ham ishlov berildi. Buni razmeri ham 2 xil. 2 xil. 180 bilan 135 ligi bor. 180, 135. Bu nisbatan o'sha kattaroq ob'yemdagi joylarga ekan. Ayniqsa hashamatli nimalarga, yaxshi to'yxonalarga ko'p sotayotganimiz, shu to'yxona nimalarga yaxshi ketyapti. Zo'r. Keyin bu narsalarimiz yana bitta hozir yangilik tug'ilib qoldi. Shu to'yxonalarda lustra o'rtaga qandil o'rnatiladi. Shuni tagiga ham qo'yib turib, keyin qandil o'rnatsa ham bir-biriga kombinatsiya bo'lsa boshqa narsa chiqyapti. Birinchi buni o'rnatib oladi, keyin qandilda osiltirib. O'rtasidan biz moslab beryapmiz. Bitta teshigiga bosma brend tagida. Shu yerdan qandil osiltirishsa ham yana ham bir-biriga mos bo'lib boshqacha narsa bo'lyapti. Zo'r. To'yxonasi borlarga shuni tavsiya qilib qolamiz. Demak, keyingilari ular buni nomi Jupiter. Jupiter. Buni 180 lik razmeri bu. 180 dan keyin 1,5 bor, 120, 90 ligi bor. Demak, bunda o'sha to'liq razmerlar bor ekan. Buni nimasi ko'pchilik yoqayapti bu model ham. 30 stiklo joyi ko'proq, nisbatan nur ko'p chiqadi. Yorug'lik yaxshi beradi. Keyin buni milliy bilan minimalistikni aralashtirganimiz hisobiga juda ham uyg'unlik bo'lgan. Hammasini sveti oq qorasi bor hozir. Bu oqi bo'lsa, mana qorasi. Bu tarafda qora rangi bor ekan. Bunda ham atrofiga 18 lik qo'yilgan. O'rtaga 36 lik qo'yilgan. Atrofda 6 ta plafon bor. Kichikroq, o'rtada kattaroq plafon bor. Mana shu hozir yangi chiqqan modellarimiz hozir shular. Eng hit продажа bo'lib turgan. Hozir Xudoga shukr, rosa sotuvi zo'r bo'layotgan. Bu lyustralarimizni O'zbekistondan tashqari Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga ham yetkazib beraveramiz. Olishyapti ham. 3-4 kun bo'lib qoldi. Tojikistondan ham kelib olib ketishdi.
bemalol buyurtmoqchilar ham bo'ladi. Endi Akbar aka qiziq joyi narxi. Narxi. Xo'p, bular 1.700.000 dan narxi chiqqan. Aha. Bu nechiligi? 1.700.000 lik? Brus aysanlik. Brus aysanlik. Aha. 1.5 millionga 1.5 ligini beryapmiz. Ha. 1.300.000 ga 1.20 lik. 1.20 ligi. 900.000 ga 90 ligini qo'yamiz. 90 ming. Ha. Hozir bu to'g'ri ko'rsatganimiz shu narxda. Ha. Bo'ldi. Bu misol uchun optim oladiganlarga yana ham arzon beriladi. Do'konchi bizdan olib foydalanadigan nimalarga bundan ancha chegirmasi bo'ladi. Bo'ldi. Zo'r. Agarda sizlarga ham shunaqangi lyustralar optim narxda ishlab chiqaruvchidan kerak bo'lsa, bemalol O'rman kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar. Shunaqangi lyustra kerak bo'lgan yaqinlariga videoni ulashib qo'yinglar, chunki bunaqangi lyustralarda menimcha YouTube'da hali videosi yo'q. Shunaqangi patologiya qilib turgan, qurilish qilib turganlarga albatta jo'natib qo'yinglar va sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin ham mana ko'rsatsangiz, boshqacha lyustralarimiz ham bor. Buni keyingi videolarda obzorini qilamiz. Bu lyustrani olgan bilan o'rtaga buni o'rnatgan bilan ish bitmayapti-da. Mana keling-da, bu karnizlarni ham ko'rsataylik. Ketdani. Mana shu karnizlarni chekalariga, hovuzliklariga ishlatib turib, mana shular bilan billa ashuna kombinatsiya qilib beryapmiz. O'shanda mana u bilan mana bir-biriga mos tushib, yana ham go'zal narsa bo'lyapti. Mana ularimiz ham bor. Mana hovuzli fatonlarimiz bor. Aha. Shularni ham beryapmiz, mana ko'rsating. Bularni ham ko'rsatib. Mashinalar bilan billa aralashtirib qoqilsa. Ya'ni patologga nima kerak bo'lsa, bor hammasi. Xudo xolasa bu kichkina lyustralarimizni hozir assortimentni to'ldirib, keyingi videoda olib chiqamiz. Yana ham to'liq ma'lumot berib. Mana yana shuni bitta ko'rsataylik. Bitta anaqasini ham ko'rsatamiz. Mana bu tarafda o'sha orgstiklo deganimiz shunaqangi har xil rangda yonadi. Juda ham haligi pultini ko'rsating. Mana mana shunaqa pulti bo'ladi. Bu pultida xohlagan svetingizga qo'ysiz bo'ladi. Mana bunaqa qilib to'xtatib qo'yib, hali megat qilish yoqmayotgan mijozlarimiz bo'lsa, bunaqa qilib xohlagan ranglarga qo'yib olib, uni foydalansa ham bo'ladi. Bu pulta hamma nimaga tushadi bir-biriga. Zo'r. Sizlarga ham o'sha ichkarida ko'rilgan lyustralardan optim narxda ishlab chiqarishdan kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling yoki kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki telefon raqamingizni yozib qoldiring. Biz albatta yetkazib beramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Satki guruhidan Farg'ona shahar aeroportiga ketaverishda Fayz Binokor armatura zavodi yonida joylashgan O'rman kompaniyasi. Bemalol tashrif buyursalaring ham bo'ladi yoki Tojikiston, Qirg'iziston yoki boshqa viloyatda bo'lsalaring yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar. Onlayn aloqaga chiqsalar ham jo'natib berish xizmatimiz ham bor.